Assalomu alaykum hammaga. Shu o'tgan safar aytgan laykim oldim. Qo'yinglar. Yuklarni ko'pi voha Toshkentda qoldi. Bir partiyasi vodiyga keldi. Afshadan bor, Rossiyada bu hafta. Yangi klientimiz borlar. Faqat oyoq kiyimlar bor ekan, do'konda shuni oldik. Kurtkalar ko'proq. Yellow Rossiya kiyimani sochiq bambukli kitollar bundan. Kivat House ochishga ulgurmadik. Rossiyada kurtka Germaniya firmaniki 12 Milano. Kim savdo qilgan bo'lsa, tovarlarni olgan bo'lsa bizdan barakasini ko'rsin. Alloh barakotli qilsin.